3tagina uyg'otdi. Bo'ldi. Nima bo'ldi? Bo'ldimi yo'q? Yo'q, 3ta uyg'ot. Mayli, o'zim quraman. Galib kim bo'ldi? Bilmasam, zombilar bilan ish qilyapti. Nima bilan o'tib qo'yib qo'ydinglar? Motam. Nima deysiz, mama? Anash juda boyda shu qo'shiqlari bilan aytadi. Nima boy biz qo'shiqni arkasida. Nima bitta qo'shiqni arkasida bizdan uyda 10 ta beraveradi. Siz aytib chiqing. Sana chiqib yo'lroqsan. Siz aytibsiz. O'g'ana mama chiqdi deysiz. Xudoga shukr uylarim ko'p. Mana. Batoshga bitta qavala bitta Kerak hammani tutib mayda bo'lsin. Kavr sani. Mayda o'qizma qo'shdi. Qo'shmoq Bilan qo'shdi. Kerak qildik. Haqqa qo'sh. Mama ayasi aytib bering shuni. Gap qaytarishini. Ya. Qanday tug'ilsa bo'ladi? Temir bersa to'g'ri bo'ladi. Ko'rena oldingdagi uyda. Yo'qqa pushti taraqli bor ekan. Orzu. Nimani qo'shamiz, qayerga qo'shamiz bularni? Endi mavxona qo'shasizlar bo'ladi qo'shsa. Bormi yoqqa uzaytiradi? Uzaytiradigan. Yo'qdan nima? To'xtang. Esla. Bitta boda faqat motor ishlamaydi nosiz. Suv haydamaydi. Yo, ikkita yo'l bor. Yo televizor, yo suv. Ben dedim. Nima dedingiz? Suvdan qarada qishloqni bino qilamiz. Sanam tortdan shunaqa. Sanki tort bo'lmaykan shunaqa ekan. Men suvdan tortmayman. Bilmayman. Sharoit tortqizamiz. Sharoit tortsa. Suvdan. Keyin tortib berasizlar. Shuni qilib bo'linglar. Shu qo'yana tortmayman. Obyektga ovqatni Uchida kelgandan so'rab keta borib. Voy. Voy, erkak kisasa. Nima desone? Mana ishlamay qoldi deb. Ish qilyotibdi ular mama. Chopbo. Sen erkaksangi. Mana derzada so'rasa bo'lmaydimi? Mama akalarni kutib Mama Ilhom akasi yo'q ekanmi? Ilhom aka ishga bas qilibdi. Shalg'am akalar bor. Maqlab. Urdilar. Maqirma. Ya, urdilar. Ishlamayapti deb ko'rmaydi. Yo'q, o'nika. Ko'rgacha. Yo'q. Yo'q,